Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Mana bugun Xanka tumani Pobeda mahallasine ishlarni o'rnatdik. Bu yerga giraverish главный xod. Bu yoqdan kirish, bu yerdan asosiy главный xodda yarmarka qurildi. Aynalari kaşlı variantda. Bölme shtabdagi high-tech variant. Eshigimiz. Eshigimizga keladigan bo'lsak, zamoklarni 5 kilitli Frida zamoklardan berdik. Mana Frida zamoklar. Ishki mexanizmlari ham shunday ishlangan. Tilla savetda arka tomonlari bunday. Bularniki mana arkasi. Eshigimizga keladigan bo'lsak, balandligi 220, eni 120. Nalishnik korona hamma joyni sanab ketdik. Joy polni aboydan chiqib turibdi. Keyingi eshiklarga keladigan bo'lsak, bu ham Azimutda Xanka Pobeda'dan o'zimizni avvalgi ko'nadan danishimiz. Azimani nechalanchi joyi bu? 4-lanchi joyi. 4-lanchi joyi qurtimiz. Bu oxirgi joyi o'zini yashab o'tirgandan buyurib zakaz etgandi. İnşallah polni bekli variantda. Bularniki ham balanti 210'a, eni 1 metrlik eshik. Polni 1, 2, 3, 4, bunda 5-lanchi eshigimiz. 6 yana bo'ladi. Bu главный xod bilan 6 eshik bo'ldi-da. Bu yerga keladigan bo'lsak, qullablar 3 dan qo'yildi. Buniki eshigimiz high-tech fasonda bekli varianti. Zamoklari bularniki ham Frida zamokdan 5 kilitli. İçarlarına geladigan bo'lsak, bularni mana içarlar ham polni tilla savetda ishlangan. Arka tomonlari ham shunday deb chiqqan mana. Mana. Shunday chiqargan. Ustamız ishlayaptimi? Bo'ladi, normal aynı yapıyor. Dur deydi duradi. Tavsiya etasizmi polni? Ha? Tavsiya etasizmi? Yurtdoshlarimizni tavsiya etasizmi? Hava. Endi 5 tane zara. Polni Qani. aytgan yerda ro'yina qurilgan. Neyda dur desa duradi polni. Bekleyen vaqtdan qoluvchi shunda beklanadi. Bu 2-lanchi eshigimiz, bu 3-lanchisi. Bular ham hammasi bir xil variantda ishlangan. Nalishnik koronalar ham, zamoklar ham, qullablar ham 3 dan polni. Polni elde börtme shtabi ko'p yurtdoshlarimiz aytadi. Şu börtme variantının ne farkı var deb. İşi börtme deb aytıladi. Bu arka tomoni frezer tumarılgan. Yan arkalardan polni. Nölök çölüp ishlangan. Rezinkalarına keladigan bo'lsak, hammasi gizma rezinka. Gizma rezinka. Polnisda. Mana mexanizmlar ham polni ichida ishlangan. Hammasi qo'yilib beklangan vaqtdan, ya qoluvchi. Aytganini turib baradi, ya. Basmak kerakmaydi. Aşka vaqtida, faqat aşka vaqtida bosiladi. Ya. Bu 3-lanchisi. Bam shu yering. Yomon bo'lib deymiz, deb to'xtaydi. Imbam ya? 4-lanchi varianti. 4-lanchi varianti. Arkalar ham ishlar polni. Ya stiklarına keladigan bo'lsak, stiklar ham polnisda umuman bilinadigan emas. Hammasi kelayapti. Ya. Niye beklemek? Peki. Bu 5-lanchi eshigimiz. Garaj tomoniga chiqish. Ya. Mana shu yeringda o'yini uzuni narsani moslab hammasini ya öyle ham oddiy high-tech usulda ishlangan. Eshiklar ham polni high-tech variantda ketdi. Hammasi. Buni ham asl beklanishga keladigan bo'lsak, ya. Qoluvchi. Umuman beklangan vaqtida tarsildab ses chiqmaydi. Polni mo'shlar ham rezinkali ketgan. G'irdavraki. Ya arkalar ham. Ya. Beklanganda umuman ses chiqmaydi ya. Yeri bel gitti. Azima, işten razı mısınız? Hadi. Yurttaşlarımıza tavsiye etesizmi? Tamam.
Yapıyor eşlerini. Kursa bolamayken taktı eşik. Anladın? Esağa razı mısınız? Toylu olsun caylarda. Yaxşı günlerde açıp bekleyin. Gelirlerini çıkarıp kızdan çıkarıp oğullarla oturun kanadanda. Toy olsun amma. Yani.